Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Zo'r, maza. Hay mayli YouTube kanali obunachilari, qaranglar nimani o'tkazib yuboryapsizlar. Bu hali boshlanishi, odamlar uje maza qilyapti, ko'ryapsizlarmi? Bu juda ham zo'r show. Men hech kimni ko'ndirganim yo'q. Hali hazil ham qilganim yo'q, ko'ryapsizlarmi? Xursandman sizlarni ko'rib turganimdan. Bu xayr may. Uzr, yana aytmasam bo'lmaydi. Like bosing, kommentariya qoldiring, bizga obuna bo'ling. Nafaqat bu kanalga, biznikilar degan joyga o'tsangiz, boshqa YouTube kanallarimiz bor. Ularning ham hammasiga obuna bo'ling, qo'llab-quvvatlang. Biz esa shunga yarasha yaxshi kontent chiqarishga harakat qilamiz. Yana aytgancha, savr oling va maza qilib tomosha qiling. Savr, bizning doimiy hamkorimiz. Yana bir oy yakuniga yetdi va biz bundan juda ham xursandmiz. Birinchidan, ikkinchidan natijalarni ko'rishimiz mumkin. Bu oy ko'pchilikda yaxshi o'tgan. Qarsak chalib qo'ysak bo'ladi. Zo'r. Siz esa kanalimizga obuna bo'ling. Sizda oy qanaqa o'tdi izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Shunday deyish kerak-da. Rostdan o'qiymiz. To'g'risi. Nima deyishim mumkin? Vot sekin-sekin boshlaymiz, gaplashib odamlar bilan bemalol boshlasak bo'ladi. Undan oldin kelinglar, bu oyda nimalar bo'ldi ozgina eslaymiz. Tak, birinchidan rosa siqilishli oy bo'ldi. Men qo'shiqlarni nazarda tutyapman. Eshitdinglarmi? Prям hamma siqilgan. Hamma siqilgan. Bitta qo'shiq siqilgan qo'shiq chiqdi, hit bo'ldi, uni ketdan keyin undan ham siqilganroq qo'shiq chiqardi. U ham hit, keyin undan ham siqilganroq qo'shiq chiqdi. Men aytdim, oxiri nima bo'ladi? Men qachondir o'ylardim, Ummon siqilgan qo'shiq aytadi deb. Нет, Уммonniki такой прикольный qo'shiqlar bo'lib qoldi. Ne, Ummon понятно, хотя бы muhabbatdan siqilgan edi, yarashadi o'g'il bolaga. Keyin hammadan siqilib Mashhurbek chiqdi. Prям hammang aytdi, bitta men yaxshi edi. Bechora Mashhurbek 15 yil harakat qilib, endi mashhur bo'ldi, bu yoqdan keyin Fazil chiqdi-da, ne, men navbatim. Farruh Fazil bugun mehmonimiz, qarsak chalib qo'ysak bo'ladi. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Zo'r. Va alaykum assalom. Kayfiyat qanaqa? Отлично. Siz bilan bitta video yozsak bo'ladimi? Albatta. Mashhurbekka. Uzr so'rab. Bo'ladi. Aka, uzr, men bilmovdim sizdan ham o'tib ketishini deb. Yo'q, yana qo'shiqni qarang. Ikki qator aytib bera olasizmi qo'shig'ingizdan? Bor o'shalarga bor agar sevsa seni, mendan ham kuchliroq kerakmi senga? Mendayin telbaroq, oshiq u bemor. Stop, bu yuqumli. Bir o'zi boshladi, hamma qo'shilib ketyapti. Bunaqa mumkin emas. Uylangan odam. Qanaqa qilib uylangan odam bunaqa qo'shiq aytishi mumkin? Просто так, оказывается, можно, да. Ну, вот mana bu qo'shiq bilan hech qanaqa assotsiatsiyam yo'q. Eslab siqiladigan odamim ham yo'q, lekin men ham siqilyapman nimagadir. To'g'risi, qanaqa qilinadi bu siqilgan qo'shiq? O'tirib такой, "Не, достаточно siqilmayapmiz" da va yana ozgina. Qanaqa yoziladi bu? Yozilish jarayoni oddiy, я не знаю, как объяснить это. O'zbekcha gapir, hashtaglar, давай bosib tashlaymiz. Да. Men bilmadim qanaqa bo'ldi. Sразу ta'sir qildi. Ishlar ekan rostdan. Ichki holat desam, hozir yana o'sha siqilish temasi ochiladi. Ichki holatdan emas, просто ijod. Xo'p, qarang. Qo'shiq yoqib qolganligi uchun shunaqa chiroyli ijro. Mana qo'shiq tarqaldi. Maza, men xohlagan mashinada xohlagan artistni tanlab qo'ysam, streaming servisdan bari sizni qo'shigingizni aytayapti-da. Rostdan xohlagan kimni tanlab qo'ysam, keyingisi mana shuni eshitasan debdi-da. Menga qachon endi Fazil sen yulduzsan dedi. Bilmadim, o'zim ichimda hali unaqa narsa yo'q. Lekin ashulamni ko'p odam eshitayotgandan juda ham xursandman. Eshitayotganlar xursand emas. Eshitayotganlar xursand emas. Sizda oy qanaqa o'tdi? Zo'r. Конечно, zo'r. Прибыльный. Siz uchun juda ham xursandman. Qarsak chalib qo'yamiz. Rahmat kelganingiz uchun siz uchun juda ham xursandman. Rostdan ham. Birinchidan sizga katta rahmat siqilmadan qutqarganingiz uchun. Shuni o'zi qolgan hamma narsalarni yuvib ketadi. Rahmat sizga. Mashhur aka это не я сказал. Ko'ryapsizlarmi? Lekin qarshiman ham demayapti.
Men aytmadim, lekin qo'shilaman. Zo'r pozitsiya. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Birinchi marta kelyapsiz bizni shouga. Intervyu birinchi marta beraman, lekin shouga kelib turaman. Shou Sahna shouga kelib turaman. Biz sizlar ko'rmagansizlar. bu juda quvonchli biz uchun, chunki taklif qilmaganmiz. Значит, o'zingiz просто kelib ko'rib ketgansiz. Biz buni даже sezmaganmiz ham. Telegramdan biletlarni xarid qilib, o'z xohishim bilan kelib ketganman. Krutoy rебята. Крутые ребята и крутой шоу. Все, спасибо. Demak, endi qarang, sizga birinchi savolimiz, may o'zi oyi qanday o'tdi? May oyi zo'r. Butun umr esda qoladigan o'tdi. Chunki may oyida bor o'shalarga bor degan qo'shiq ommabop bo'lib, mashhurlikka olib keldi desam, mubolag'a bo'lmaydi. Hit qo'shiq aynan may oyida yaraldi. Bu ajoyib, menimcha men quvonchingizga sherikman. Haqiqatan qo'shiq yaxshi. Biz ham eshitamiz. Ozod bor-ku, bizda aytib yuradi uni. Ha. Uni ovozi bor, ozgina aytsa bo'ladi. Ozod aka, shutkalaringiz zo'r. Zalda oranglarda hozir ikkita odamga hammadan qiyin. Chunki bular qachonlardir o'ylab topishgan, "Adoy Moskvada yuramiz" debdi. Hisobga olishmagan, shu konsertda o'tirishga to'g'ri keladi-da. Bular hozir butun konsert Moskvada o'tirish kerak. Mana shundoq ham nafas olish qiyin-ku. Bular burnini ham yopib olganda hozir. Do'ppi Twins qarsa chalib qo'yamiz. Do'ppi Twins bugun biz bilan. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanaqa qilsam yaxshi eshitaman. Assalomu alaykum. Tak, bular hamma narsani biladi deylar menga. Mashhur artist deylar. Mikrofon qanday ushlash bilmaydi-ku bu. Birinchi savol, вот mana Moskvada sizlar ochki nimaga kerak? Mamatga ko'zoynak taqib olganda. Turing, ko'rsin hamma, mana qarang. Qachon qaqa taqmoqchisiz uni? Endi maska yechiladigan joylari ham bor, o'sha yerda ochki kerak bo'ladi. Qanaqa joylar ular? Bu juda ham muhim. Xayr, iyunga chaqirsangiz aytib beraman. Nimaga shu paytgacha unaqa vaziyat bo'lmadimi? Iyunga nimadir planlar bormi? Xudo xolasa iyunda maskani yechaman. Nimaga? Qayerga Tailandga ketyapsizlarmi? Nima gap? Niye? Men isminglarni ayta olasizlarmi yo ismimni bekitasizlarmi? Yo'q, aytolmaymiz. Хорошо, sizlar qanaqa fizikada bo'lardi, punkt A, punkt B. Obyekt A, obyekt B, shunaqa gaplashamiz, nima deymiz endi? Birinchi obyekt, ikkinchi obyekt. Bo'ladi. Sizlarda oy qanaqa o'tdi? Bizda zo'r, yaxshi o'tdi. Nima sababdan bunaqa deyapsiz? Bizda ham yangi trek chiqdi, faqat hali nima deydi? Qo'ysangizchi, kimdadir yangi trek chiqqan, sizlar o'zgartirib chiqaryapsizlar. Prям o'zimizni trek demang. Topdingiz. Yoki o'zingizlarnikimi prям noldan? Yo'q. Qanaqa bor? Borda faqat tegida bochka ko'p ishlaydi. Вот, mana ko'rdingizmi? Hech bo'lganmi sizda kimdir qo'shig'ingizni remix qilsa, yo original yaxshiroq edi degan xayol? Yo'q, eshitib ko'ring, bolalar qilishgan. Ne, rostdan trek chiqdi. Trekda endi may oxiriga u qo'yamiz. Hali uspet qilmadik. Bugun 31 endi may tugayapti hali. Ulgurasizlar. Sizlar shu plan bilan keldinglar bu yoqqa. Как раз sahnada tekin Wi-Fi bor. O'sha yerdan chiqarsak bo'ladi trekni. Sizlar qachon sahnada bo'lasiz? Biz hamma qo'shig'imizni sahnadan chiqaramiz. Zo'r. Sizlar faqat ko'chada yurib ovoz yozib olasizlar-ku? U bizani birinchi Instagram uchun qilgan proyektimiz, в основном biza texno treklar yozamiz. Bizning o'zimizning albom bor, O'zbekiston degan. Uni endi qo'yamiz. U yerda har bitta viloyatlarimizni asbob o'sha muzikal instrumentlardan muzika qilganmiz. Buxorodan nima oldinglar? Buxorodan Mavrigi, doira. Sizlarga Mavrigi instrument deyishdimi? Yo'q, qo'shiq nomi Mavrigi. Ha? Qo'shiq nomi Mavrigi, u yerda в основном doiralar ishlagan. Qayroq bilan. Yo'q, men eshitdim bir martada, baribir tushunmayapman. Menga yoqyapti mana u odam, menga munosabati. Qo'lda qayroq bilan. Mirshakar, ko'ryapsanmi meni? Men Moskvada emasman, men ko'ryapman. Zo'r, qachon eshitsak bo'ladi uni? U tez kunlarda. Ayting-da, qachon chiqishini ehtiyot bo'laylik.
To'g'risida ehtiyot bo'lib kutamiz. Zo'r. Xursandman sizlarni Rahmat. ko'rganim. Rostdan Rahmat. shu oxirigacha Moskvada o'tirmoqchimisizlar? Da. Shunaqa. Shunaqa narsa bormi? Sizlar uyga kelib maskani yechsanglar maza qilasizlar. Bor, bor. Bor. Manda patinka bilan shunday. Niye xursandman sizlarni ko'rganimdan? Oldin kelganmisizlar sahnaga? Men kelganman, no tekinga kelmaganman. Bugun tekinga keldinglarmi? Tekinga keldim. Nimaga bular tekinga keldi? Nechun bo'lsa, 4 ta qo'shiq isroz tekinga kelsa bo'ladimi bu yoqqa? Yo'q. Bu bilet puliga bularni 1 soatga zakaz qilsak bo'laydi-ku. Ne, zo'r, xursandman ko'rganimdan. Sizlarni qarsak chalib qo'yamiz. Do'ppi Twins xush kelibsizlar. Nigina Jabbarova. Nigina Jabbarova bugun mehmonimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men iltimos qilmadim qarsak chalinglar. O'zlari chalishdi, qara. Rahmat, rahmat kattakon. Siz nima kayfiyatingiz zo'r? Oy, qanaqa o'tdi sizda? Zo'r? Zo'r? Har doim nimadir istoriya bor, mana shu orqasida zo'r. Nima uchun o'zi? Nimadir bo'ldimi? Yo'q. Ichida kichkina nigina ayt. Yo'q. Nima zo'r narsa bo'ldi hayotingizda? Umuman may oyi men uchun juda ham yaxshi o'tdi. Birinchidan dam oldim. Kimdan? O'zimdan. Aha, bu juda ham muhim. Miyamdagi qanaqadir bir odamchalardan. Ha. Shu bo'ldi. Zo'r. Qanaqa u miyadagi odamchalardan dam olish? Nima deysizlar? Men sizlarni eshitmayman. Qanaqa u? Men Просто sizlar ishlatmay bilan qo'ydingizmi? xayrlashaman. Как так? Просто nigina uyda o'tiribdi, men sizlar bilan xayrlashaman. Endi shunaqa ham bo'lib turadi-ku. Хорошо. Sizlar bilmaydimi? Men bu suhbatga mantiqni qaytaraman hozir. Biz xuddi ingliz tili kitobdagidek suhbat quryapmiz, a? Вроде suhbat bor, но nima haqida hech kim bilmaydi. Sen ertalab nima yeding? Men ertalab sendvich yedim, sen-chi? Men ham. Rost. Zo'r. Kino, blog, vlog, nimadir qo'shiq, nima yangilik? Endi men teatr aktrisasi bo'lganligim Rostdan. Bilmaganmidingiz? Nima bu yo'lga bormagandim. Hozir kimdir chapak chaldi. Yana Da, bitta da. chalib qo'ying iltimos. Rahmat. Sizlar bilarmidinglar teatr aktrisasiligini? Siz просто qo'shilmang endi. Не надо. Ilhom? Ala. Rostdan Ilhom. Aka, men siz fanatizman. O'sha. Ilhomga sizni qanday oldi? Olmasinmi? Ne, просто men ham kirmoqchiman. Zo'rg'a qutqardim. Ne, rostdan nima spektaklda o'ynaysiz Ilhomda? Подпольные девочки. Подпольные девчонки. Zemla hammasi shu yerda. Qaranglar, bitta fanatga yetar ekan bunga. U bitta emas-da, u Buxoroda, chuvasizmi? Tushunmadim. Shunga. Подпольные девчонки nima haqida bu? Подпольные девочки endi bu. Девчонки dema, uzr. Ha. Juda ham aktual bo'lgan mavzu bugungi kunda. Mashhurbek qo'shig'i haqida. Shunga yaqinroq Nima desam haqida? bo'ladi. Nima haqida spektakl? Uydagi zo'ravonlik hamda afg'on ayollarining hayoti haqida. Endi bu haqida gapirish mumkin emasmi, bu yerda bilmayman. Kelsangiz, men sizni taklif qilaman. O'zingiz guvohi bo'lasiz, ko'rasiz. Uydagi zo'ravonlik ko'rish uchun teatrga borishim kerak. Aynan mana shu spektakl bilan biz hozir butun Yevropada gastrolda yuribmiz. Nimaga O'zbekistonda ko'rsatsangiz nima bo'lyapti? Zo'r, albatta boramiz, kelinglar sizlar ham Ilhom teatri, hamma baravar kelmasin, sig'maymiz. Kam boraylik, hammamiz baravar borsak sig'may qolamiz. Nigina Jabbarova olqishlab qo'yamiz. Rahmat kelganingiz uchun. Xo'sh, qaranglar, yana nima bo'ldi? Bu oy juda ham ko'p piarlar bo'ldi, ko'rdinglarmi? Alisher Uzoqov kelish kerak edi bugun, bora olmaydi deyishdi menga. Chunki kecha like up bo'lgan. Qachonlardir kinosi bilan O'zbekistonga mashhur bo'lgan odam prosta stadiondagi urush bilan hozir nima shakar bora olmayman debdi-da. Bizda piar ham g'alati bo'ladi. Biz piar qilmoqchi edik, kontroldan chiqib ketdi. Zo'r. Bu ikkinchi piar. Birinchi piar Ali Niyazimbatov bilan bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Bu meni qo'shig'im, yo'q, meni qo'shig'im. Oxirida hay bo'lib olinglar shu qo'shiqni degim keldi-da. Tipo ozgina sanaytasan. Yo'q. Ali Niyazimbatov bugun mehmonimiz, olqishlab qo'ysak bo'ladi. Agar yuragingiz radio stansiya bo'lsa, u hozir qaysi qo'shiq yangrayapti?
Tak. Hozir yozayotgan yengga shulam o'zimga. Ha, o'zingizga o'zingiz qo'shiq qo'yib beryapti. Takon nimasini o'zgartirsam bo'ladi, qanday? O'zgartirish emas, rivojlantiryapman. Hozir pripev tayyor, endi kupletiga o'tdim. Bo'ldi, tushunarli. Agar mabodo Ali aka bizda kompozitor Ali Niyazmetov o'sha to'g'risi men aka yoshligimdagi hitlarda. Rahmat. O'zingizga qayta eslatsa maroqlimi, tipa yoqimlimi bu narsa? Albatta, chunki mani o'zimni qo'pol qilib yetganda tuqqan farzandlarim kimgadir yoqayotgan bo'lsa yaxshi-ku. Da, bu ajoyib. Xush kelibsiz aka. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Bu mani shovim. Никто не сомневался, и я тоже, по-моему. Ko'rdingizmi? Shart emas isbotlash. Kim eshitdi bu voqeani? Kimning xabari bor? Qolganlar shundoq ham baxtli, ha, zo'r. Xullas, Manzura bilan aytilgan qo'shiq bor edi. Qaysidir momentda Manzura bu qo'shiq meniki deb o'ylabdi. Shunaqa bo'ldimi o'zi? Qanaqa bo'ldi vaziyat aka? Men ham xabarim yo'q, prosta o'ylab topyapman. Yo, xuddi shunaqa bo'lgan. Sal chuchvarani xom sanab qo'ydi. Men tikkan. Bu gavdada chuchvara haqida gapirmayapsiz. Men aytganman, значит, мне тоже можно с кем-то спеть degan xayolga borgan. Bo'ldi, все, shundan boshlandi. Keyin siz chiqib, bu meni qo'shig'im deb. Da, bu meni qo'shig'im, da. Ikkinchi bolani tanimadim aka. Men ham haligacha tanimayman. Aytch. Oxiriga skletchani qo'yamiz, atletga qilamiz, reels tayyor. Voy, zo'r, top. Icho oxirida nima bo'ldi? Yutdingizmi? Yutdim-da. Nech pul? Ну, men o'zim ko'rib hayron qoldim. 375 mingga men haligi shtraf qilman. Yo'q, unaqa summa emas. Это намного больше. 425 ming. 510 ming. Bu solidmi? 510 ming bu уже 2 marta oshisi bo'ladi. Ya, uni endi sal ko'tarib. Gap pulda ham emas. Xullas oxirida mualliflik tasdiqlandi. Da. Zo'r, men aka chestno kechalar bilan uxlayolmay chiqayotgandim. Alini bu qo'shiq nima bo'la meniki debdi. Uyda xotinim aytadi, "Nima xayolingiz joyida emas? Sen bilmaysan." O'g'lim keladi, "Dada, men 5 oylik bor yo'qoldim uyda." Qo'shiq kimniki deyman-da. Qo'shiq kimniki? Yaxshi, mana o'zingizdan eshitdim. Xudoga shukr, har tugul. Hal bo'libdi problema. Qalay o'tdi sizda oy aka? Ну, классно. Maylся, не maylся. Ну, ijod studiyadan chiqmayapman. Zo'r, xursandman siz uchun aka, haqiqatan. Men chestno aytishim kerak, men eshitadigan, menga qachonlardir kuchga to'la quvnoq vaqtlarimni eslatadigan qo'shiqlarni ancha qismini siz yozgan ekansiz. Rahmat. Va o'zingiz aytmasangiz bilmasdim siz yozganingizni. Yo'q. Aytib turing, bu qo'shiq meniki. Olqishlab qo'yamiz, katta rahmat sizga aka. Rahmat Mirshaka. Men Instagramda so'radim hammadan. Kimni chaqiraylik deb, chunki har safar bizaga endi chiqib kelayotgan yoki nimadir yangilik qilayotgan odamlar qiziq edi va menga juda ham ko'pchilik yozdi, qarz deb. Men ham o'tkazib yuborgim keldi, chunki qarz so'rashyapti bo'lar. Shunaqa hozir qaranglar, zo'ra. Bugun the qarz biz bilan. Qarz bilmadim qanaqa yoziladi. Qarz, 4 ta qarz. Qarz, prosta qarz. Prosta qarz. Mendagi ro'yxatda the qarz normal. Eskida ro'yxatingiz o'tgan yildan qolganmi? Da, kirilchada yozilgan. Shunday bo'lishi ham mumkin. Eski ro'yxat. Ismingiz? Sanjar. Sanjar, juda ham chiroyli ism. Nimaga qarzga o'zgartirdingiz? Bilmasam. Nimaga qarz? Qisqa lo'nda o'zbeklar 70% shu so'zni ishlatadi. Zo'r. Qo'shiqlaringizni men eshitib ko'rdim. Kim eshitgan qo'shiqlarini? Hali biz kichkina odammiz. Rahmat. Vot, keling, eng mashhur qo'shig'ingizdan to'rt qator aytib beramiz aka. Hozir. Da, eng mashhur. O'zingniki bo'lmasa ham mayli. Eminemda. Ya'ni o'zingiznikidan to'rt qator. Yozgan asarlarim bu o'zbek adabiyoti, maza qilsam bo'lmasmidi yo soyada yotib. Hamma o'zi javobgar yakunda o'z hayoti, shunchaki yosh avloddan bo'lamanda xavotir. Abdulla Avloniy, Qodiriy, Fitrat, Cho'lpon, katta qo'ypodasiga yetar kichkina cho'pon. Uzr, lekin sal kesatgan bo'lsam yozib qo'pol, kallanni ishlatma, qo'lingga tinchgina cho'pol. Tuprugingda so'lakdan ko'ra noz ko'p. Qarz VP'da urmaydi tasodifiy noz ko'p. Milliy brend uchun harakatda mango'yo Bosko. Man aloqada Samarqand, Toshkent yoki Moskva. O'rgimchak to'ri bosgan aqling uchun supurgi, necha qavatchanga to'lgan bechora bu ko'ngil, o'zbekchilikda bo'ladi asablashma qo'ygin, ma'nosiz kontentdan rost oshqozonib to'ygan. Og'zingdan tushmaydi milliard so'mlar, profilingda to'la har xil soxta tabassumlar. Qanday qilib ko'tara olsang hype'dagi mavzular. Olqishlab qo'yamiz. Paydo bo'ldi qarz degan o'yinchi bu mavsumda. Yo, zo'r, prosta juda ham g'alati bo'lar ekan, ko'zingizga qarab aytsa.
xuddi meni urishib berayotganday bo'ldi-da. Sizga qarab yozganda aytdim-da. Haqiqatdan men yo men unaqa emasman degim keldi-da. Yo'q, aslo. Yo. Bitta savol. Ha. Nimaga bizning reperlarimiz hammani urishib beryapti? Bilmadim. Bu yoqda konstda chiqib aqllilik qiladi. Bu yoqda bu o'qimayapsan. Sizlar naborot, qizlar bilan tachkalar, men 20 ga kirib olaman, takoy qo'shiqlar bo'lish kerak emasmi? Ya, unaqa reperlar ham bor-ku o'zi aslida. Industriyada bor. Avloniy shuncha harakat qilgan bir kun kelib repga tushaman debmi? Kim? Avloniy. Bilmadim. Unutilib ketmasligi uchun. Repga kimlar tushmagan? Na, zo'r. Nimaga prям rostdan e'tibor berganmisizlar? O'zi shunaqa tema prям вот sen o'qimayapsan, sen men просто dam olgani seni qo'shig'ingni qo'yadim, ukajon. No, Menimcha yosh avloddan xavotir olish payti keldi. Asosda yosh ongni tarbiyalashni hozirdan boshlash kerak. necha yoshsiz? 29. Da, tarbiyalash kerak. Tarbiya hali ulgursak bo'ladi, hali yoshsiz. Da. Zo'r. Nechta qo'shig'ingiz bor? 27-may kuni albomim chiqdi yopiq kanallarda hozircha. Yerda 10 ta yangi ashula yozganmiz. Bundan tashqari где-то 7 ta 8 ta yana. Nima albom? Nomi nima? Factotum nomi. Factotum. Da. Ha, хорошо. Keyin men bemalol o'qib olaman bo'lmasam chiqsa. Chiqdimi o'sha? Da, yopiq kanalda chiqdi. Yopiq kanalda. Necha pulga sotib olib eshitsak bo'ladi? 100 ming 6 oylik podpiska narxi. 6 oydan keyin yo'qoladimi u? Yo'q, 6 oy ichida yangi ashulalar qo'shiladi yerga, boshqa albomlar qo'shiladi. Nimaga ishlatasiz bu 100 mingni? Bilmasam, ijodga qaytarib. Hozir shunaqa davr, faqat ikinikish payti. Tigrim yo'q hali. No, xursandman kelganingizdan. Xursandman. Rahmat. Albom albatta eshitib ko'ringlar va kelib shu videoning tagiga fikringizni yozib ketinglar. Qarzni albomi sizlarga yoqdimi, yo'qmi? Chunki streamingda baribir izoh yozib bo'lmaydi. Rahmat kelganingiz uchun olqishlab qo'yamiz. Rahmat, hammaga rahmat, xursandman. Omad, albom omadli bo'ladi degan umiddamiz. Tak. Bizada yana bitta ko'rsatuv bor. Iltimos sizlardan ko'ringlar, juda ham zo'r ko'rsatuv. Men u ko'rsatuvda har safar maza qilaman, ayniqsa oxirgi sonida yaqinda chiqqan bu soqqa ko'rsatuvi. Biz borib har xil oshlarni yeb ko'rdik. 4 xil viloyatdan osh yeb ko'rdik va bugun soqqa dasturi prodyuseri Ali Qahhor biz bilan. Ali Qahhor. Assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum. Bu to'g'ri tanlov aka. Ali Qahhor. Kim taniydi Ali Qahhorni? Sizlar просто bir-biringizni taniysizlar, shuning uchun bilasizlar, teatrda. Hamsa. Ali Qahhor, qalay ishlaringiz? Zo'r akajon, zo'r. Nimaga qaraganda zo'r? O'tgan oydan ko'ra yaxshiroq. Nimaga? O'tgan oy nima bo'ldi? Bilmadim. Men aytdim-ku tayyorgarlik ko'rib keldik. Yo'q, men tayyorgarlik ko'rdim aka. Men aytdim, sen bilan ko'rsatuvni reklama qilamiz dedim. Gaplaring tayyorlab kel dedim. Ish masalasida, ish jarayonida, hozir как раз ishlarimiz avjida, yangi proyektlar, sahna ortida men ko'proq turaman, o'sha uchun har xil proyektlar. Sen rostdan ishlarda tayyorgarlik ko'rmadingmi? Ko'rdim. Nima bu gaplar? Gapni eslayotgandek gapiryapsan-ku. Boshqatdan men so'rayman, chiroyli qilib ayt. Ko'rsatuv nima haqida? Bu soqqa proyektimiz, bu O'zbekiston bo'ylab har xil biznes tadbirkorlik haqida, Osh haqida oxirgi sonimiz, undan oldin boshqatdan so'rayman, chiroyli qilib ayt. Ko'rsatuv nima haqida? 4 ta viloyatlarga borib, O'zbekiston bo'ylab 4 ta osh maktablari va har xil choynar Nima qildik, dars qildikmi? yo'nalishlarida. Aha, uzr, aqlli gapirayotgan ekan-ku. O'sha uchun osh haqida 4 ta viloyat, har xil choyxonalar, biznes. Qaysi osh eng zo'r ekan? Video bo'yicha ham yo'q, haqiqatni aytish kerak. Sizni shaxsiy fikringiz bo'yicha. Buxoro oshi. Bir qarashda yaxshi odamga o'xshamaydi, lekin tedini qaranglar. Zo'r, rahmat sizga. Siz oy qanaqa o'tganini aytdingiz. Agarda yana nimadir aytadigan bo'lsangiz, mana u kameraga gapirsangiz bo'ladi. Uydagilarga salom ayting. Onaman televizordaman deng. Hammaga salom, obuna bo'linglar, proyektlarimizni ko'ringlar. Bundan ham qiziqarli, kattaroq loyihalarni boshlab olamiz. Niye bundan qiziqarlisi bo'lmaydi. Bu eng qiziqarlisi. Hozir o'tib ko'ringlar, bu eng qiziqarlisi. Da, вот всё. Tamam, menimcha reklama qiling, normalmi? Rahmat. Всё. Bo'ldi, men pulim ishlab oldim, olqishlab qo'ysak bo'ladi. Rahmat sizlarga. Biz davom etamiz. Agar ovqat odam bo'lsa, osh bilan gamburger urishsa kim yutadi? Osh, qaysi osh bilan? Yaxshi savol. Mayli, mana Toshkent oshi. Gamburger. Tak, dal ketamiz. Samarqand oshi. Samarqand oshi bo'lsa agar, gamburger sekundandan bo'la olmaydi yerda. Shamol berib turamiz.
Xo'sh, san Buxoro oshichi. Xorojni yemaganman lekin. Seriozda? Hali qo'lim yetmadi. Bu Mirsakarga ayting shunday deb. Samarqandnikidan o'ta olmadim. Ha, Zo'r bo'lib qolsin dedim shu. Buxoro oshi bo'lmaydi deb Mirsakarga aytinglar. O'sha yerda ko'rishamiz, qaytib qo'yaman. Всё. Ana endi sekin doskaga qaytsak bo'ladi. Menimcha gaplashib bo'ldik. Kim xafa bo'lyapti? Men bilan gaplashmadi hech kim deb. Bormi shunaqa odam? Yo'q, normalna. Bo'lsa ham bor, normalna deb o'tib ketardim. Qaysi biridan boshlaymiz? Mana bu odam o'zi qiynalyapti maskada, hamma qiynalishni xohlayapti. Hozir yomonidan boshlaylik, yomon eng yomondan. Yaxshi, yomon, o'rtacha. Yomon bo'lsa yomon, kelinglar. Kimlar bor? Bekzod. Mana bunaqasiga yozilgan. Botir, yolg'iz men. Bu nima supergiroy? Bu nima supergiroy yolg'iz men? Просто bunday qaraydi, stanovkada bitta qiz o'tirgan bo'lsa yolg'iz men. Men har safar bilaman-ku, o'qiy olmaysan, nima qilasan qarab? Tish kerak. Kimdadir tish kerak yozilgan mana. Benomni deb yolg'iz men. Давайте вот yolg'iz men kim? Kim yozdi yolg'iz men? Kim endi uyalyapti yozishga yozib qo'yib? Kim endi bekinyapti yolg'iz men? Qayerga chiqib ketdi bir o'zi? Xavotir oladi odam. Kim bu yolg'iz men? Ha? Otabek? Sen yana boshqa narsa yozdingmi? O'tgan safar boshqa ism yozding, barib chiqarmadim-ku. Hay, chiqsang nima aytib berasan? She'r aytasanmi? She'r bormi? Davay, kel, Otabek. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Otabek Xudoyberdiyev juda ham iste'dodli stand-up komik. Yaqinda YouTube'ga konserti chiqqan Otabek degan kirib ko'ringlar. Kasi yo'q. O'z ijodiga to'g'ri baho beradi, chunki nimaga to'liq yozmading desam, odamlar erinadi yozishga dedi. Otabek kirib ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, senda oy yomon o'tdim prям Otabek. Siqilyapman yolg'izlikdan. Yo, nima bo'ldi? Oxirgi paytlarda nimagadir butun jamiyat meni yolg'izligimni eslatishga harakat qilyapti. Shunaqa qilyapsizlarmi? Yo'q. Yo'qmi? Sizlar juft bo'lib ko'chada yurasizlar, bilmaysizlar ham kimnidir qiynayotganinglarni. Odamlarning havasi keladi, bo'ldi qilinglar baxtli yashashni. Sen ham bo'ldi qilganda odamlar para bilan boradigan joylarga borishni. Bizga ham noqulay para bilan o'tirasizlar, e'tibor berganmisizlar, bitta odam bir o'zi chetdan qarab turadi. Bormi shunaqasi? Bizga ham noqulay bo'ldi qil shunday qilishni. Men qaramayman. Seziladi. O'zlari e'tibor tortyapti. Nima qilib jamiyat bildiryapti senga? Mana masalan, men Targov sentrida food court bor-ku, ovqatlanadigan joy. O'sha yerda o'tiraman, mana stol atrofida bo'sh stollar bor. Keladi, kechirasiz, yolg'izmisiz deydi. Ha, siz shu stolni olib turaydi, olib ketadi. Shundan stolni olib ketadi, stol tugagandan keyin kelib turib, yolg'izmisiz deydi. Stol qolmadi-ku, desam, yo'q, просто eslatmoqchiman. Men o'ylayman, prям kimdir keladida, yonimdagi stol. Telinglar tanishinglar, bu bizni kursdoshlar, avvalo bola bo'lsa yolg'iz. Nimaga kerak senga juft? Yolg'izlik maza emasmi? Misol uchun rostdan ham lekin. Hozir bironta plyus topmadim, aytmoqchi edim. Yo'q, lekin shuni endi tushunishni boshlayman. Может, просто ishsizligim uchun shunaqa tuyulayotgandir. Ha, sen ham yolg'iz, ham ishsizsan. Ha, shu kun bo'yi ishsizman, kechqurun yolg'iz. Nimaga sen bunaqa bo'lyapsan? Lekin g'alati bo'lardi. Kunduzi yolg'izman, kechqurun ishsiz deyisham. Da. To'g'risi nima qilishni bilmay qoldim-da. Mana masalan, bir oy oldin konsertim chiqqan bo'lsa, men o'ylagandim, anaqa Munisa Rizayevning klipidagi qizni videosiga o'xshab, mana sifrlar tez aylanib ketadi-yu, podyezddan chiqib urishiga tipa muxbirlar. Biz ishli odamlar ko'rmadik u klipni. Ha, yo'q.
yo'q eski oldin chiqqan yomg'ir degan klip Unda yo'q umuman mana shu kliplardaqa mashhur bo'lib ketish bunchalik tez bo'lmas ekan Mana Fazildan so'rab ko'r. va Bir kunda mashhur bo'lish uchun 10 yil harakat qildi. necha yildan beri ijod qilsak 13 yil Birinchi 3 yilni hisoblamayman ham qaranglar. Mana 13 yil mehnat qilgan. yo'q lekin 13 yildan oldin masalan to'ylarga chiqib yurgansiz или yo'q qanaqadir bar restoranlarda o't ashula yetishganda mani soham unaqa emas или man unaqa emasman просто barga chiqib olib kelinglar bugun sizlarga makaron haqida gapirib beraman deya olmayman Boshqa narsa haqida gapir. hatto makaron haqida qiziq hazilım bor yo'q yozishim kerak Makaron haqida hazil qiziqmi bizga eshitib ko'ramizmi? yo'q hali ishlanmagan Hali ishlanmagan makaron haqida hazil bizga qiziqmi? Eshitib ko'raylik, aytamiz, qani ishlash kerakmi yo'qmi? Balki sразу kerak emasdir ishlash. yo'q просто e'tibor berganmisizlar makaronni yeyotganda makaronni makaronlikdan tashqari boshqa maqsadlarda ishlatib ko'ramiz Sizlar ham stand-up eshitganda eshitdinglar? Stand-up eshitganda savol berib tashlamaylik, e'tibor berganmisizlar avtobusga chiqqanda qachon? Nechinchi avtobus? Qachon? Oxirigacha aytsin qani? masalan makaron o'rtasi teshigi makarondan mana bu trubочка qilib suv ichib ko'rganmisizlar yo'qmi или sho'rasini prostda sho'rasini ichib ko'ramiz и вообще-то makaron suvga tushgandan keyin bo'linib ketadi baribir nima kerak uni qiynalib qanaqadir shakl qilib yasash Odam yolg'iz bo'lsa shularni o'ylaydi-da. То есть sen ovqatlanayotgan paytda yo'q bu hazillarga полный setapda orasiga panch qo'shib chiqish kerak Ne, qiziq. Siz bu hazilni to'liq ishlangan versiyasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, yaqinda Haymayli stand-up chiqadi. Qayerdadir ko'ringlar. Agar chiqmasa, demak ishlamagan Otabek oxirigacha buni. Нет, to'xtasa makaron yeb o'tiribsan deydi-ku, rostdan ham. Sani vaqting bor-da buni o'ylashga? Ha, juda ham ko'p. Даже. Men uyda makaron yeb o'tirgan bo'lsam, boshqa hech narsa qolmadimi deb o'ylayman. Yo'q, bir tomondan yaxshi. Men makaron yeb yurganimni уже hazm qildim. Yo'q, makaronni ham. To'xta, chiroyli gap bor. Men hozir aytaman, sen qaytarib ayt, reels qilib kesamiz. Makaronni hazm qilish qiyin emas, makaron yeb yurganingni hazm qilish qiyin. Chiroyli gap chiqdi, bilmadim. Как будто ma'no borda-ya. Вообще zo'r. Jonli kitobni. Da. Давай. Uzr olib qo'ydim sana hazilingni. Ya, boshqa hazil yozaman. Или вообще olib tashlash kerak makaron haqidagi materialni. Keyin katta bo'lyapman. Просто katta bo'lib qoldim. Nimadir ish qilish kerak. Yo uylanish kerak. Sen xohlamaganding-a? Yo'q, men unchalik emas, to'g'risi. Oddiy men bu 25 yoshman и уже ko'chada yoshlarni ko'rib qolishni boshladim. Sizlarda ham bo'ladimi yo'qmi? Просто уже sizni ko'rib qolishmayapti-da. Siz kimlardir ko'rib qolyapsiz. Odam qanchalik bekor bo'lish kerak buni o'ylash uchun? Yolg'iz bo'lish. Siz kim bilan keldingiz? Xotinim bilan. Aka, baxtlimisiz? Nimaga ovozingiz xuddi kimdir oyog'ingizni chimchilagandek chiqdi? Baxtlimisiz? Necha yil bo'ldi turmush qurganingizga? 6 yil bo'libdi. 6 yil davomida eng katta janjal bugun yuzda bo'ladi aka. O'zingiz bilmaysizsiz, hammaning oldida mendan so'rash kerak edi shuni. Zo'r, lekin yuzingizda tabassum siznikidan ko'ra ko'proq, qarang. Demak, 5 yildan keyin nimadir o'zgaradi, kuting. Uzr, men yana baxtli odamlarga chalg'idim. Ha. Qarada, ko'rib qolyapsan. Nima qilyapman? Ko'rib qolyapman? Ha, sen o'zing ham e'tibor bermayapsanmi gapingga? Ha, eshitmay qoldim. Eshitmay qoldim, sen aytayotding. 25 yoshdan keyin как будто bizga tanbehlar ro'yxati berilishi kerak edi. Odamlarni urish uchun. O'zingizdan kichkinalarni. Mana qarz o'sha ro'yxat bo'yicha qo'shiq yozyapti. Zo'r, sirkasini tashlab qo'yganga kirib o'qib chiqaman. Aldama. Yo'q, vaqtim ko'p aka. Hozir любой narsaga vaqt topiladi menda. Zo'r.
И shu просто nima qilish bilmayman, просто yolg'iz, хотя bir tomondan yaxshi ham qanaqadir. o'shalarga bor. Ne aka, уже odam midasiga ham tegdi bu ashula. Ne, aniqlash yo'q. Просто men честно, hozir Yandex sketchat qilingan turibdi. Просто juda ham ko'p eshittirdim-da, eshittirdim. Qo'shiq mana qo'shiqdan ham eshitish charchaysiz, kino ko'rishdan ham charchaysiz. Просто Endi soat 10 bo'lgan bo'ladi. Ha, ertalabki. Oldinda to'liq kun bor. Da, Eng qiziq shutka ham shu ko'ring. Da? Siz nima meni xafa qilmoqchi bo'lyapsiz? Bu sizni xafa qildi-ku. Yo'q, men hech kimni xafa qilmoqchi emasman. Qarang. Sport yolg'iz odamga deyapti. Zalga ham chiqyapman aytgancha. U yoqda ham yolg'izsan-da. Tako shtanga ko'taraman desang hech kim страховка qilmayapti, ha? Hamma parasi bilan sen bir o'zing. Qara shtanga ham jufti bilan ikki tomonda. Kantel ham jufti bilan. Zalga chiqma ukajon, u yoqda hamma jufti bilan ekan. Yo'q, nabruz zalda hammasi yolg'izlar. Hamma yolg'izlar. Da, просто zalga ham chiqib ashula eshitib mashq qilaman. O'z kunim shunaqa o'tyapti mana. Zalga chiqadigan kunim zalga chiqaman, zalga chiqmasam просто ertalab turaman, ovqat yeyman. Keyin ish qidiraman. Topilmaydi ish. Kech payt sahnaga kelaman. Bolalar nima bo'lyapti deb. Zo'r. Juda ham zerikarli hayot, to'g'risi men tanlamadim. Ne, biz tushundik uni. Men hayotingni yashaganday bo'ldim prям. Ne, seriously. Kim prям вот rostdan maslahat bera oladi? Ne? Kontr deb. Menga вообще-то maslahat kerak emas. Kerak emas maslahat. Nima kerak? Просто ne, yaxshi tarafi nima? Atrofingizdagi bo'layotgan voqealarga e'tibor berishni boshlaysiz. Plyus taraflari ham bor. Masalan, hojatxona eshik yopmay foydalansa bo'ladi. tak bu uyda yolg'iz emas. Bolam yopib ol eshikni, men yolg'izman, oya. U uyda ham yolg'iz bo'lsa, xo'p, mayli, chidasa bo'ladi. Sen uyda yolg'iz emassan-ku, to'g'rimi? Anidan bo'ldi-da, nima edi? Men yolg'iz bo'lsam hech kimga aytmayman, lekin bilinadi degandek. O'zingga bitta ish top. Bo'lmasa, yo, o'zingga bitta ish top. 25 yoshmandan, 29 yosh. Yana 4 yil yolg'iz yursang, mana shunaqa bo'lib qolasan. Ne, normalniy ekan, normalniy. Men brat ashulasi. Bo'lmasa omad. Davay, olg'a. Olqishlab qo'yamiz. Otabek Xudoyberdiyev. Otabek Xudoyberdiyev. Baxt ovoz bo'lsa, u qanday eshitiladi? Shuni qarab eshitsa kerak. Ko'p odam chalsa, lekin baxt. Ko'p qarsaga eshitdilarmi baxt o'sha paytda? Mana o'zi bu ham baxt. Bu ham baxt, ha. Agar bitta qo'l bet bilan shunaqa ovoz chiqarayotgan bo'lsa-chi, u ham baxtmi yo? Endi kim urayotganiga qarab. Kim urayotganiga? Mana bu gelik sangan deb urayotgan bo'lsa, u baxt. Baxt, u baxt. Baxtli bo'ladi har doim, nima deymiz? Tak, endi yaxshilardan eshitamiz. Chunki yana o'zi bittasi chiqasiz qilib yomon o'tdi deydi. Kerakmi shu bizga, to'g'rimi? Maza qilib yashashimiz kerak. Dopa Twins zo'r o'tgan, maska bilan chiqadi, hozir gapini eshitmaymiz. Yana kim bor bu yoqda? Uz kimdir yozib ustidan yopishtirgan o'qiy olmayapman. Tak, kimni chaqiramiz? Ula bor ekan. Sohiba. Smaylik chizilgan. Kim bu? Siz. Oy qanaqa o'tdi sizda? Zo'r, hozir ham kayfiyat zo'r. Eshitamizmi? Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qarshi chalib qo'yamiz Sohibaga. Sohiba, siz oldin ham kelganmisiz bu shouga? Oldin kelganmisiz bu shouga? Yo'q. Bu yerga kelishimni bir nechadir yil kutdim. Chunki kechqurun qilgansizlar-da konsertni. Men kela olmasdim, ukam kelishini kutdim. Bugun u Londondan keldi va men konsertga keldim. Qanday odam 12 sekundda qanday maqtanishga ulgurishi mumkin odam? Umuman sezmadim o'z maqtanganini. Ukam Londondan keldi, bilasizlarmi nimaga? Chunki pulimiz bor, jo'natganmiz. Bilasizlarmi nimaga qaytib keldi? Qaytib ketish uchun. Yana ketadi hozir yaqinda. Ukangiz Londonda nima qiladi? Student, o'qiydi. To'g'ri javob, bizani sog'inadi. To'g'rimi?
O'zi ham ishonmayapti. To'g'ri. O'qiydi Londonda. Na, Kim bo'ladi katta bo'lsa? biznesmen. Biznesmenlik uchun Londonda o'qish kerakmi? Shunaqa sharti bormi? Хорошо. O'zingiz nima ish qilasiz? Man kategoriya manager bo'lib ishlayman. Сеть магазинов Ассорти. Qanaqa menejer? Продуктовый magazinda. Shunaqa tushunarliroq gapirsang. Yaxshi-da. Nima ish qilasiz? Siz keldingiz ertalab ishga, vazifangiz nimadan iborat? Bugun shu savol so'rayotgan ikkinchi odamsiz. Chunki ertalab intervyuga bordim. Ishimni o'zgartirmoqchiman. Demak, ertalab keldingiz, ishxonaga birinchi 1-2 soat ish qidirasiz. Yo'q, bugun ish emas, bizda 5 kunlik. Shuning uchun ishimni o'zgartirishni qaror qilganman, ish qidirib yurdim. Ya'ni nima sababdan o'zgartirmoqchi bo'lyapsiz? 3 ta sabab bu ishingizni o'zgartirishingizga. Yangi narsa o'zimcha kashf qilmoqchiman. Ya'ni bu ishda 2 yildan beri ishlayman. Bu juda ham ko'p. 2 yil juda ham o'sha sohani o'zgartirish kerak 2 yil. Nima misol 13 yil yozdim dedingiz-a? Da, 2 yil bu juda ham ko'p. Endi Z avlod. Хорошо, 2 yil bu juda ham ko'p zerikdingiz. Keyingisi? Yangi sohada ishlab ko'rmoqchiman. Qanaqa sohada? Vayn olaman. Yo'q. Qanaqa soha? ITda. ITda. IT sohasida, lekin men u yerda endi product manager bo'lib ishlamoqchiman, marketing bo'limida. Yana o'sha ishga, faqat boshqa sohada. Shunaqaroq. Hozir tushundim. Rostdan ham. Hech narsa o'zgarmaydi-ku. Va uchinchi sabab? Bu endi ochiq aytadigan bo'lsam, bu ishxonadagi atmosfera o'zgarganligi. Voy, sizga ham yoqmayapti mana bu odam? Da. Mana bunga yoqmayapman. Da, o'zi bekor olishda o'shani. Da. Qani, любой ishxonada, любой odamga shunaqa deng bitta odam bor-da, такой, da. И вот o'sha odam o'zi ko'rayotgan bo'lsa, o'zi ham tushunyapti. Mana aytyapti. И вот ketmoqchisiz ishdan. Nimaga 3 ta top 3 ta sababda oylik degan punkt yo'q? Oyligim yaxshi edi. Oyligingiz yaxshi edi. Zo'r. Demak, o'zimga yetib turdi. Endi ukam keldi, bilmadim ikkalamizga yetadimi, yo'qmi? O'zimga yetib turdi. Zo'r, oy yaxshi o'tdi dedingiz. Sababi? Sababi yana maqtanish qilib. Niye maqtanavering? Shunaqa shou bu. Rostdan. Biz ozgina hasad qilamiz, o'tib ketadi. To'g'risida hech narsa o'zgartira olmaymiz-ku baribir. Ozgina hasad qilamiz endi. Instagramga kirib, hamma Parijga borganini, Yevropaga borgan juda ham havas qilardim. Oldin vizaga topshirgandim, отказ olgandim. Instagram o'chirib tashlaysizmi? Yo'q. Chiqdi viza. Zo'r, viza chiqdi. Bormadingiz hali? Yo'q, bordim. Qayerga? Keldim. Germaniyaga, Fransiyaga, Shveysariyaga, Italiyaga. Bu. Aynan mana shu davlatlar va yana bir qancha shaharlar bo'ylab men iyul oyida stand up turga yo'lga chiqyapman. Chiptalar Mirshakar uz saytida bor. Kim bizani Yevropadan ko'rayotgan bo'lsa, o'tib chiptalarni xarid qilib qo'yishingiz mumkin. Meni ham vizam chiqdi, boraman va men hozir sizga hasad qilmayapman. Rahmat, bunaqa chiroyli integratsiyani birinchi marta ko'rishim. Men esimdan chiqib ketibdi, konsert haqida gapirishim kerakligi. Rahmat sizga. Uje chiqqaningizni o'qiladingiz. Endi hech prikol qilmayman. Xohlaganingizni gapiring. Nechchi qaysi biri sizga ko'proq yoqdi? Hamma menga Parij juda yomon, suratga ko'p kunga olmang degan edi. Men 2 kunga oldim, yetmadi 2 kun. Parij juda ham chiroyli shahar ekan. Qaysi shahar bilan solishtirganda? Toshkent bilanmi? Endi men borgan 4 ta shaharni agar solishtirganimda Parij juda ham chiroyli shahar. Parij chiroylimi, Toshkentmi? Toshkent. Bu to'g'ri javob. Bu to'g'rimi yo'qmi bilmadim, bu kerakli javob. Demak, sizga Parij yoqdi. Nimasi yoqdi Parijni? Top 3 ta plusi Parijni. Kalamushlari, eng katta kalamushlar. Men kalamush eng zo'r Parijda, Men kalamush ko'rmadim Parijda. Umuman ko'rmadim. Sentrda yurmaganmisiz deydi. Siz nima meni mehmonlarimga qo'pollik qilasiz? O'tirib olib. Prosta so'rabdi, qo'pollik emas, javob bering. Endi aynan sentr qatligini bilmadim, lekin otelimiz Eyfelni oldida edi. Qanday maqtanyapti bu? Men bunaqa akkuratni maqtanadigan odam endi ko'rishim. Men bilmadim sentr qayerda, lekin otelimiz Eyfel minorasining orqasini qayerdan bildingiz? 4 tarafi bir xil-ku. Qaysi tarafi orqasi uni? Bilmadim, tushib shunday yurgan joyimizdan 5 minut ham yurmasdik-da, oldida dedi. Sizlarni qayerdadir o'rgatadimi bunga?
qanaqadir kurs bormi? O'z gap orasida. Ukam Londondan keldi, o'shanga. Prosta ukam keldi desa bo'lardi-ku. Prosta ukam keldi desa. Parij 2 kun yetmadi sizga. Yo'q. Endi ketmoqchisiz yana Parijga. Bir oyginaga boraylikmi deb o'ylayapman hozir dedi. Yo'q, endi hozir Trabzonga bormoqchiman. Turkiyada. U ham prям hozir internetda juda ham mashhur bo'lib ketdi-ku. Siz chista internetda mashhur bo'ladigan joyga borasiz. Oktagon liga. Juda ham mashhur. Hamma konsertlar. Ну shunaqa desa ham bo'ladi. Misol uchun men konsertni ham internetda ko'raman, ish sirasi o'sha paytda bilet olaman-da. Уже konsert internetda chiqqan bo'lsa, o'tib ketgan bo'lmaydimi? Yo'q, reklamasi chiqadi-ku bo'ladi. Keyingisiga da, sizlar ham keyingi xayr shouga link pastda bor, xayr iyun chiptalarni. Rahmat sizga. O'zi ketma ket, gap bo'lishi mumkin emas. Siz har oy kelib turing. Reklamniy pauza uchun. O'sh haqida gapiring. Qaytarib bering kayfiyatimizni. Xo'sh, demak siz Trabzonga bormoqchisiz endi. Siz prosta ukangizni Toshkentda qoldirib o'zingizlar yurmoqchisiz hozir, a? Yo'q, bunga aytdim, puling bormi? Olib boraman desam, pulim yo'q dedi. Nima san puling yo'q? Hurmat qilib o'tiribman buni. Ne, rostdan nimaga pulingiz yo'q? Da, Sevar Nazarxon ham Londonda yashab yurdi, qaytib keldi. Prosta xayol keldi nimagadir. Nimaga ukangiz puli yo'q? Chunki biz oilamiz bilan Trabzonga ketyapmiz. Chunki u ishlamaydi hali. Siz ishlayapsiz. Shuning uchun bu to'g'ri tarbiya. Men ham bolalarimga shunday deyman. Dada, nimaga faqat siz ovqatingiz go'shtli? Ish topdingmi? Ne, nima farqi bor? Necha yosh o'g'il bola bolaligidan ishlashni bilish kerak. Qo'shilaman. Da, ya, studentman deb yuravermaydimi Londonda? Da, adamga aytaman, bo'ldi, pul bermaymiz, 18 ga to'ldi. Yaxshi, demak aylangani ketyapsiz yana. Yangi ish topsangiz, qanaqa qilib srazu отпуск olasiz? O'sha o'rtasida bu yerdan bu hafta ishdan ketaman, keyin bir hafta aylanib kelib, keyin keyingi ishga o'taman. Men bunaqasi faqat kinoda bo'ladi deb o'ylaydim. Ishdan ketdim, men dam olaman. Chet elga turib ketdi. Nima ish qilish kerak edi? Endi bu yoqda Otabekda ko'y makarondan nimaga suv ichamiz? Qarang, qanchalik har xil hayot. Rahmat, sizga katta rahmat. Ukangizga esa sabr, ehtiyot bo'ling. Katta rahmat, olqishlab qo'yamiz. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Qayerga bordingiz dam olgani? Maqtanmayman, hech qachon maqtanmaganman. Antaliyaga borib keldim. Faqat 5 kuncha bo'ldim. Kim bilan? O'zim. Hay mayli deylik. Bildim. Yo'q, qanday kelib qoldi u xayolga? Tipa, nega nafsga tashlaganman narsani, zerikding, o'zing uchun ham yasha bo'ldimi yoki imkoniyat bo'lib qoldi, shunda turib ketavardingiz? Yo'q, shu ikkita aytgan gapingiz bor-ku, birin-ketin keldi-da. Ha, mayli yo'qolib ketgan bo'ldi-da. Imkoniyat. Nima uchun foydalanmaslik kerak? Ana, okey, bo'ldi. Bu fikrlar qachon kelgan? Ertalab nonushtadan keyinmi, obeddanmi yo plotniy ujindan keyinmi? Uxlashdan oldin. Uxlashdan oldin. Uxlashdan oldin siz ham shunaqa o'ylab qo'yib qo'ysangiz, qarang, imkoniyat bo'lsa, darrov chamadonni yig'asiz, keyin uchib ketasiz. Shunaqa bo'ldimi? Ha, kechqurun hal bo'lib qoldi. Ha, keyin ertalab uchib ketdim. O'rtacha, chaqiramizmi o'rtachadan? Hech narsa aniq emas, o'rtacha. Kim bor? Shohruh bor, Mirahror bor, Laylo bor. Va shu uchalasidan. Laylo, qaramasdan oldim. Kim Laylo? Kim Laylo? Siz. Keling. Yo'q, nimaga? Bo'lmasa siz keling. Ha? Lekin men Laylo deb gaplashaman siz bilan. Siz rostdan o'ylab ko'ryapsizmi hozir? Chiqaversammi ekan? Yoki nima desam bo'ladi hozir? Ismingiz? Ular o'xshamaydi ham-da. Yaxshiga ula deb yozib qo'ying. Yaxshiga ula, men ula deb o'qimman uni. Sizda yaxshi o'tdi oy. Sizlar
Nimaga sizda oy o'rtacha eringizda yaxshi o'tgan? Yerda yaxshi bo'lgan joy ayolda. Siz nimaga birovni oilasiga aralashyapsiz? Ne, to'xtang siz hozir. Siz ham ayolingiz bilan o'tirsiz. Nimaga bu odam bu fikrda? Nimaga bunaqa? Nimaga sizda yaxshi bismillah. Keling, marhamat, o'zingiz bilan gaplashamiz. Ula. Men Ula deb ham, Laylo deb ham savol beraveraman, javob beraverasiz. Ismingiz? Ulug'bek. Yana bir marta aytdik. Ismingiz? Ulug'bek. Ikki marta ham bitta ism aytyapsiz siz. Nima ish qilasiz Ulug'bek? Necha yoshsiz? Yoshim 26 da, buxgalter bo'lib ishlayman. Buxgalter bo'lib ishlaysiz. Necha yildan beri? Shu 20 yoshlimdan beri, esim tanigandan beri. Necha yilligini hisoblab chiqa olmaysiz hozir? Yo'q, chunki buxgalterman. Necha yildan beri? 20 yoshimdan-da, Mirshakar necha? Hisob kitobli. Kalkulyator bormi? Tak, hozir oyning oxiri ish ko'p, shuni ham boshim og'riganda, shuni ham men hisoblamay. Bu boshqa savolga javob-ku. Yo'q, rostdan 20 yoshimdan beri ishlayman. Хорошо, necha yildan beri ishlaysiz? 6 yildan beri. 6 yil. 6 yil 6 oy. 6 yil 6 oy. Zo'r. Nima uchun sizda oy zo'r o'tdi, ayolingizda o'rtacha? Bu savolni hech kim bermaydi deb o'ylayapmidingiz-da, va? Gaplashamiz. Hozir men siz uchun so'rab beraman. Nimaga bu odam qayerdadir kayfiyati yaxshiroq uydagidanda? Yo'q. Birinchidan endi aylanishga borib keldik biz, ha? Lekin chet elga emas, Toshkentning o'zida yaxshi joylar bor ekan. Qanaqa joy bor ekan? Endi sir bo'la qolsa, reklama qilib qolasiz sizga aka. Men kesib tashlayveraman, просто bilaylik. Просто aytaveradi, hozir ko'rasizlarmi? O'zi aytsa, ayolim bilan kelganman, aytaversammi ekan? Reklama qilib qoladi aka, aytaveradi. Ya, ayolim bilan bordim aylanish. Ha, birgami? Ha, unda aytmay qo'yavering, mayli, unda qiziq emas. Aylanishga bordinglar. Keyin sizni konsertingizga biletga ulgurib qoldim-da. O'tgan safar ulgurmadim. Bu tabriklayman sizni. Bu haqiqatdan zo'r, chunki men o'zim ham topa olmadim. 3-mayda oldim aka, men 1-man olgan bo'lsam. Men ham sahnadaman, chunki zaldan joy topa olmadim aka. Tamom. Majburman shu yerda o'tirman. Bu siz zalda mana Fazil bilan o'tirib maza qilib tomosha qilsam bo'lardi shu shovni. Xo'sh, nima uchun sizda zo'r? Dam olgani birga borgansizlar, lekin bari ayolingizda o'rtacha, sizda zo'r. Nimaga ayolingiz to'ladimi dam olgani borganingizda? Nimaga ularda o'rtacha? Sizda zo'r prям. Bu muhim savol. Balkim bu sahnaga chiqish niyatida yozgandir. Unaqa bo'lganda chiqqan bo'lmasmidilar hozir? Yo'q, haqiqatan bu mantiqqa to'g'ri kelmayapti. Tak, boshqa narsa o'ylaymiz. Boshqa narsa o'ylab topish kerak chota. Nima sabab bo'lishi mumkin? Laylo oy zo'r o'tdi demasliklariga. Bo'ldi, hozir как раз konsertdan keyin bilamiz-da, uyga borib nimaga unaqa. Sizlar ham ozgina ugroza sezdinglarmi bu gapda? Ha, bilamiz-da, uyga borib. Nimaga bunday o'rtacha o'tibdi? Iyunda Laylo qizilda turibdi. Уже iyunda ikkita qizil bo'lsa kerak. Sizda ham. Ula, qizilda turibdi. Nimaga desa yolg'izman. Makaronda yush, ovqat yeyapman. Makaronda switcha bo'lar ekan rostdan ham. Xo'p, nima uchun bunaqa bo'lishi mumkin? Sizda menga baribir qiziq, bu savolga javob topmasak bo'lmaydi. Ayolim bu yil o'qishni bitirdi, shu oxirgi yilini. Balkim shunga endi qanaqadir ishimi yoki ko'chaga chiqish, qanaqadir niyatlari, maqsadlari. Siz uyda gaplashib ko'rishga harakat qilganmisiz? Ha. Endi kimdir so'rab ko'rish kerak-da uni. Bironta yaqin odamini tanimaysizmi so'rab olishga? Yaqin odam menman, yaqin. Ну вот. O'zimdan o'zim so'rab o'tiraman. O'zingizdan o'zingiz emas. Yaqin odamim menman, Mirshakar o'zimdan o'zim so'rab o'tirmayman-ku. Lekin qaysi sohada o'qidingiz? Jurnalistika. Jurnalistsiz. Hozir. Yo'q. Mana sabab nimaga ishlamaysan dedingizmi? Ha? Yo'q, bu nima intonatsiya? Ha? Jinnimisan, Mirshakar? Конечно. Nima uchun jurnalistika bo'lgani uchun? Yo'q. Menga buni ozodligi muhim. Yo'q, sohasi umuman qiziq emas, просто yoshlikdan niyat qilib qo'yardim, o'zim ayolim hech qachon ishlamaydi, o'zim ta'minlayman, o'zim boqaman. Bu niyatdan Layloning xabari bormidi? Ha. Sen o'qir.
Men seni shunaqa zo'r joylarda ishlatmayman. Qayerda ishlamaysiz, Laylo? Men CNN-da ishlamayapman hozir. Zo'r karyera. Qayerda ishlamagansiz? Oldin kuningizda ishlamaganman. Zo'r. Nima deyishim mumkin? Bu oilaviy masala, uyda gaplashing, ozgina so'rang, nima uchun? Nomamni ko'ramiz uyda emas, shunchaki просто. Nimaga siz nima desangiz ham ugroza bo'lib eshitilyapti? Уже ish ta'siri bo'lsa kerak edi, aka. Hammaga yaxshi kayfiyat endi. Hammaga yaxshi kayfiyat. Как будто nimadir qiladi, xuddi Joker, kinodagi Joker edi. Hammaga yaxshi kayfiyat. Konsertdan keyin. Da, men sizlar mashta kutaman deng. O'zbekcha gapiring. Joker kinosida. Jokerdagi o'ldirib ketadi deysizmi meni? Zo'r отсылка, rahmat. Ne, zo'r. Просто hali sizlar bilan ko'rishamiz dengchi. Hali sizlar bilan ko'rishamiz. Zo'r. Rahmat sizga, olqishlab qo'yamiz. Salomat bo'ling, rahmat sizga. Agar kayfiyat rang bo'lsa, u qaysi rangda? Aynan sizda hozir. Hozir o'zida pushtirang, chunki Mirshakari shousini ko'raman. Mirshakari shousi yaxshi, Mirshakar o'zi yaxshi ijodkor, hech qachon pul so'ramaydi. Yaxshi bola, yaxshi. Qarang. Menimcha bu tochkaga tushishi mumkin. Agar baxt ovoz bo'lsa, u qanday eshitilardi? Mirshakar ovozi bilan. Siz sizning ismingiz? Muborak. Sizda oy qanaqa o'tdi? Qaysi biri sizniki? Yaxshi. Kim bilan keldingiz? Keling, marhamat. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring, Muborak. Ko'p odam. Tak, bu shunaqa joy. Siz nimaga xuddi o'zingiz oshxonangizda ko'rganda hayron qolyapsiz, buncha odamni? Yaxshi ham oshxonamda emas. Da, shuning uchun reaksiya ko'p odam, men kelmayman bu yoqqa boshqa. Nimaga siz u yoqdan kam odam ko'rindimi? Endi shuncha odam ko'zlar qarab qaramay turinglar. Hamma o'girilib tursin. Ishonaman. Sizlar o'tkazinglardan shubham bor lekin. Bular bilmay, bular xohlaganicha qaraydi-ku. Sizlar u yoqqa qarab turinglar-da. E'tibor bermang, bular o'zi tushunay. Tanlagan. No, sopa-soq bachalar. Tag'in bilmadim, gaplashib turganim. Nima ish qilasiz? Yaqin oradan boshlab proyekt menejerman productionda. Спасибо. Nima degani bu? Qanaqa productionda qanaqa proyekt menejersiz? O'zimga ham hali tushuntirishmadi oxirigacha. Yaqinda ishga kirdimda, Rostdan ishim qiyin. Men juda ham qiynalib qoldim, o'shaning uchun nimadan boshlashni bilmayapman. Birin-ketin ayting mana misol uchun. Nima? San, можно aytsam bo'ladimi? Nima anaqaligini? Ha, bemalol. Sanar degan proyekt bor. Men o'sha yerda proyekt menejerman, ya'ni hamma syomkalarni устраивать qiladigan organizator ish. Так. Siz hamma yugur-yugurni qilasiz, soqqani ular qiladi. Normalniy ish. Yo, bu formulirovkasiga yoqmayaptimi? Bu sal noto'g'ri просто. Yo'q. Siz oilangizni oling, tushunasiz. Qanchadan beri ishlayapsiz bu yerda? Bir oy bo'ladi endi. Shuning uchun meni gapim sizga noto'g'ri tuyulyapti. Da, bir oy bo'ladi. Men o'sha oyligim bo'ldim. Bu yaxshi. Bu zo'r. Ungacha nima ish qilgansiz? Fotograf. Хорошо, bu ham yaxshi ish. Ungacha-chi? Ungacha muzika yozardim bir shekar. Ungacha o'qirdim. Ungacha qaysi sohada? Singapurskiyda. Nima sohada? Business Financial Management. Sizga juda ham bir-biriga yaqin. Maktabni bitirganingizda Nardadagi Zarikdan sovg'a qilgan to'rtburchakda bunday tashlaysizda, tak, shunga qarab yashaymiz. Har ertalab tashlaydi, tak, bugun boshqa ishga o'tamiz. Hayot qanaqa bunday ketyapti siz? Men o'zimni tvorческий odamni bilaman. Men har xil narsani harakat qilib ko'raman. Sinab ko'rish xohlaganman va hammasini qilganman. Masalan, fotograflik bu hobbim bo'lgan har doim. Fotograflik hamma uchun hobbi menimcha. Uzr, siz xafa bo'lgan odam, siz haqiqiy fotografsiz. Bir o'zim keldim dedingiz. Ha. Nimaga? Kim siz bilan bormayman dedi? Yo, o'zim bilan vaqt o'tkazishni o'rganish uchun.
Bu Otabek bilan частично shoxim bo'yicha ishlayman-ku. soham dedi, sizlarga shohim deb eshitildi. Soham bo'yicha. Da, menga ham shohim deb eshitildi. Nima deyman endi? Nima deyman, hozir xafa qilmayman-ku. Nimaga частично obedgachami? Ну, menejment ikkalasi ham baribir o'shaning uchun. Zo'r. Sizga proyekt menejerlik ham yoqadi? Albatta. Bizga proyekt menejer kerak emasmi ishxonaga? Kerakmi? Kerak. Soqqali ish bor. Qancha? Ne, sizga emas, proyekt nomi shunaqa. Soqqa ko'rganmisiz? Ha. Hozir men proyektda aytmayapman. Eng katta ushlagan pulingiz qancha? Eng katta ushlagan pulingiz? Ushlaganmi, ishlatganmi? Yo'q, ushlagan pulingiz mana naqd. Esimda yo'q. Bu kiloda ayting qani? Og'irmidi? Og'iradi. Da, pul og'ir narsa. Va siz ishingizdan mamnunligingiz menga yoqyapti, chunki bu vaqtincha baribir. Shu vaqtda siz bilan ko'rishganimiz yaxshi. Siz 6 oydan keyin yana keling. Nima ish qilyapsiz? Mirshakar to'g'risini aytsam ish qidiryapman. Yo, balkim yana fotograflikka qaytarman. Так что. Fotograflik siz o'ylaysiz har doim qaytsangiz qabul qilaveradimi? Albatta. Bu shunaqa sohami? O'rifjon, rostdan shunaqa soham fotograflik. Yo'q-a? Dalish ketish kerak. Ketdingmi, ketding, tamom, ha? Vo't. Sizga o'xshamagandir balkim. Uy, siz bo'lib qiling bunaqa odam bo'lishni. Просто xafa qilibdi. Mana odamga nimadir deng qani? Da. Hammamiz qachondir fotograf bo'lgan ekanmiz. Men deydi haqiqiy fotograf bo'lganman. Islom Ali, siz like up dedingiz-ku, chiqarib yuborishdimi sizlarni? Qamamadimi? Bu qancha? Sudga ketmadi. Zo'r, xursandman sizni yana ko'rganimdan. Salam endi katta sirroch. Qaysi sirni? Fotograflikka bog'liq. Da, men ham fotograf bo'lganman. Oxirigacha aytmayman deb turdim. Men ham fotograf bo'lganman. Uncha kerildingiz yonimda unda. Ne, siz tushunmadingiz, men haqiqiy fotograf bo'lganman. Men ham diplomированный fotograf bo'lganman. Ne, men unchalik ahmoq emasdim. Просто 3 ga 4 rasmga olish uchun o'qish shart emas. O'qishga kiraman deganlarni topsangiz bo'ldi. Katta rahmat, olqishlab qo'yamiz. Katta rahmat sizga. Xursandmiz sizda oy yaxshi o'tganidan. Zo'r. Tak. Maza. Bu Xayr May dasturi edi, lekin qaranglar, bitta narsa bor. Bu YouTube. Menga prosmotrlar kerak. Shuning uchun hozir sizlar bilan ozgina harakat qilib beringlar. Bitta nima yozib olaylik, teaser yozib olaylik. Iltimos sizlardan. Da bitta teaser alohida yozib olaylik. Men gapiraman. Nimadir kimdir urush qilganday bo'lamiz, nimadir qilamiz. Хорошо. Хорошо. Siz qarang-da, Dubtvinskiy, shu ham san'atmi deng? Kerak, iltimos, shuni. Yo, bular ham javob qaytaradi, xavotir olmang. Da, shu ham san'atmi deng? Хорошо, bo'ldi, shu ham san'atmi demang, da, ko'ngliga tegadi, ha. Siz hozir unaqa demaydiganda bu fikr rost degandek gapiryapsiz-da. Вопрос bilan san'atim. Bo'lmasa Moskvaga niye gaplashamiz deng? Mas'ila niyasiga gaplashamiz. Sanmi o'zingdan ketyapsan? Sizlar qo'y, kimsan o'zi denglar. Давай, nada. Sizlar yuzinglar ko'rinmaydi, men yopib qo'yaman. Sen kimsan o'zi? Da, qo'rqmanglar, bu zal. Sizlar, bu nima o'g'ri? O'zi kimsiz? Bu nima o'g'ri o'zi? Nechun? Siz qayerdan bilasiz yosh kattaligini? Tanishmisiz? Siz maskasi ko'rganmisiz? O'sha maska ichadigan paytlaringiz bilan ko'rishganingizdami?
Unda tim bo'lib tanish ekansizlar, просто ayting, kimsan o'zi deng. O'zi kimsan? Yo, bu ishonarli chiqmadi. Mana bu kerak emas, reper emassizlar-yu. Просто kimsan o'zi deng. Men nimaga ko'ndiryaptim? Men og'iz ko'rinmaydi-ku. Mana ish buyurmang siz. Yordamlashing, ish buyurishga bola bormi? Hanuzda necha yildan beri ishlayapsiz desam, 20 yoshimdan o'zing hisoblab ol deydi, bunisiga qarshi ovoz o'zing qo'yib ol. Просто ayting, kimsan o'zi deng, bo'ldi, kelishib olaylik, do'ndozlikka o'ynaylik, kim baqatroq bo'lsa aytadi. Ular rostdan o'ynayapti. Da. Voh, zo'r. Bor, nimadir qilamiz, kech tashlaymiz. Tak. Menga aytyapsanmi deng. Ayting, kerak. Yo, siz qaqarlashyapsiz? Ikkalasi gaplashyapti. Всё, bor, yana kim? Nima desam bo'ladi? Yana kimga? Qarachi, bunaqa qilamiz bo'lmasam, qarang, qars. Chiqib ket deyman. No, bu tezer uchun emas. Tak, bizga urush kerak, kimdir. Sanma syomka qilyapsan. Sizlamaydi. Normalni urushman bo'lmaydi bular bilan. Nimadir action kerak. Bizada fen bor ha ofisda. Telefoningizni olib turing, men kutilmaganda sep boraman. Kutilmagan sep boraman, futbolka boshqa beraman, yo'kidan futbolka bor, zo'r, men bundan tuzukroq. Xullas bilmadim. Qanaqa tezer chiqadi? No, menimcha shou shundoq ham o'zi zo'r, shart emas qanaqadir tezer yozishimiz. Ko'ryapsizlarmi, odamlarni ko'ndirib urishtirib olmayapman. Alisher akada qanaqa o'xshayapti bilmayman. Sizlarga katta rahmat, xayr may va sizlar bilan iyun oyi so'ngida ko'rishamiz. Mirshakar Fayzullayev Xayr Mayli YouTube kanaliga obuna bo'ling. Katta rahmat, salomat bo'linglar. Agarda siz bu videoni ko'rib, "Voy, men ham bormoqchi edim, jonli tomosha qilmoqchi edim. Afsus, menga jonli ko'rish nasib qilmadi" deb afsuslanayotgan bo'lsangiz, shoshilmang. Shu oyning oxirida Xayr iyun shousi syomka bo'ladi. Albatta, unga jonli ko'rishga tashrif buyursangiz bo'ladi. Hozircha esa bizga obuna bo'ling, like bosing, bizni qo'llab-quvvatlang. Biz ham shunga yarasha yaxshi kontent chiqarishga harakat qilamiz.